Ismingiz nima? Ha? 90-yilman. 90-chi kim o'g'lisiz? Aka bitta rost gapiravering, bo'ldi, kim o'g'lisiz? Ahmad aka rahmatli o'g'lim. Ahmad aka rahmatlida. Ismingiz nima sizni? Abdurov. Abdurov, 90-chi Jidda mozordamisiz? Kim bu? Parolet nima buni? Dadang nomerini ber menga. Ayt. Dadang nomerini ayt, yo'qsa parolingni ber. O'lasan mana shu yerda hozir. Do'stim, tek qo'ying, opa qarang, nomerni bering, tinchgina qo'ying. Bering, Baribir foydasi yo'q. Nomerni bering, bo'ldi, hal bo'ldi, hamma yo'q. Sanjida. Hozir videoga ham olib foydasi yo'q-da, hozir telefon. Basharasini ham olinglar, ham ko'tarib. Yo'q, bu aka ustidan ketmaydi. Yo'q, basharasini chiqsin videoda. Basharasi videoda Qarang, chiqsin. o'z boshiga qarang, hozir telefon nomerini bering. Kim uydagilarning nomerini beraymi? Hozir bekarda men Yo'q, odam yurishini qo'rqmasdan o'zini erini uyga ham o'ynashab turami? Astag'firulloh, astag'firulloh. Dadangni nomerini ayt, oxirgi marta so'rayapman. O'lasan mana shu yerda. Yo'q aytda. Bo'ldi, mashitda bo'ldi, Parvodan joyda otib, dunyoni keldi. bo'ldi. Nomerni aytasizmi? Cho'mib o'ldiraman seni ibora, eshitding? Cho'mib o'ldiraman mana shu yerga. Sen biz mahallaga kiradigan bo'l. Bo'ldi, senda chiqila xabarga o'zim mashina. Oilang bo'lsa, oilang oldiga borib cho'yaman. Ya ayting, nomeringizni baribir berasiz. Yo'q, hozir borib. Uy qayerda kalendani 5-sidamidi? Mana shu yerda Ana bola qochib kelsa so'yaman aytib qo'y. Cho'maman mana shu yerda. Internetingni yo'q, men akamni. Yig'lashni o'ylash kerak edi. Bu bizim mahallada bu ikkinchisi-da. Ikkinchisi. Zatni chiqib kelsa so'yamas. Bola qolsin qizdirib qo'yib uni qarardi. Kenyapsizmisiz? Kenyasi. Niyasi edi. Dedi. Yo Rabbim, Alloh o'zini kechiring, men aka buni joy aralashaman. Ering chaqirsang o'lasanmi? Shunchalik shu narsaga zo'r bo'lsang. Puling kerak emas, mayoqqa kelib men nafsimni to'ydir demaysanmi eringga? Senlarning kasobatingga ves mahalla qo'ram qarishib ketishi mumkin, bilasanmi? Minus kelib ketadi. Sening kasobatingga hammamiz yer yutib ketishi mumkin. Astag'firulloh, astag'firulloh. Bu bolani olib kirib ketganingga 5 minut bo'lgani yo'q. Biz hammasini ko'rib turardik. 5 minut ichida kirib joyingga yotib, bolangni biqiniga yechinishga ham ulguribsan. Mana bu bir yaxshi bola edi. Bu nima uchun urdi buni bilmayman. Men buni juda yaxshi bilaman. Oilasi bormi buni? Oilangiz bormi? Yaqin uylangan. Farzandli bo'lganmisiz? Yaqin uylansangiz nima ekanmiz aka sizni? Yo'q, aka men bunaqa yomon niyatda kelganman. Nima niyatda kelding bo'lmasa? Biz buni bilib yurganmiz. Biz buni bilib yurganmiz. Yo'q, men o'zim bosdim. Mana o'rnida. Humoyin. Yo'q. Hali ham Allohning qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joynamozda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldi. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyi sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'lim. Voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshlab mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Ovqatlanish qanaqa katta ne'matligini hozir mana shu akamiz orqali sizga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Ovqat shu yerdan berasiz. Ha, mana shu yerdan beraman. Suvda ham unaqa qo'yib ichadi. Shunda oshqozonlarga bu ovqat yetib boryapti-da. Ha, mana shu yerga mana oshqozon, bu ham mana bunaqa bu qonli ko'p yil qo'yilgan ham biri. Ovqat chiqib ketyapti bu yerdan ham. Bergan ovqatimiz keyinroq chiqib ketadi, yutalsa. Mana shunaqa qilib ovqatlantiramiz baland. Qo'llarini ham mana chaqaloq qanday bo'lsa shunday. Hech kim farzand o'g'li kiyib bo'lsin baland.
ehson qiladigan yaqinlaringizga mana shu videoni tashlaysiz. Dalolat qilasiz. Sanam ehson qil, ey inson. Agar sen shu holatda bo'lganingda Xudo xolasa sababini qilyapmiz, natijasi Allohdan. Hech qachon farzandimni bilsin, jon bolajonim. Suyagini polna yo'q. Hali ham Allohning qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joynamozda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldi. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyi sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'lim. Voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshida mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Boshqasini gapirayapti. Eslaridan chiqardi. Bu ham bo'lishi mumkin. Biz aka buni borib, bu bilib yurganmiz, aka biz hazillashyapsizmi? Kechpa 1-2 qilib bilasiz biz aka, ana bolalar. Kecha ham o'tirdinglar-ku, soat 2-3 gacha. Bugungacha endi soat Farqi 10 yillik oilasi ham biladi, 10 yillik biladi oilasi. Yo'q, bana urut bu ikkita bolani hurmati bu 10 yildan beri eshigida seni baxiki erini hurmati mashinga bordimi seni? Endi o'tiring. Bo'ldi endi. 105 hojati yo'q. Bilasizki, endi holing nima bilasanmi seni? Yangi uylangan ekansiz. Yangi uylanganmisan? Aka yangi uylangan bunaqa narsa kerak emas. Faqat qirqim chiqqan yo'q. Qirqim chiqqan yo'q? Ko'tarib olmay 40 chiqqan yo'q aka. Deb o'ylagan, chustuvit qilgan aka. Yangi uylangan. Men uni yomon niyatga kelganim yo'qmi, to'g'risini aytaveraman. Yomon niyatga kelmaganing uchun bu sen oldinda Yamanga ko'zida tursiga ham yo'qotuvdimi? Anosini bilmayman. Deb o'ylab chustuvit qilgan. Qayerdansiz? Yangi 40 Ziddamozordan chiqqan. 90-yil ekan. Ziddamozordamisiz? Bo'ldi, ko'p savol bermanglar, boshiga yangirib qoladi hozir. Kasofat. Qarorga odam uylangan qo'rqib qoldi odam. Ya Alloh, o'zi saqlagin, Parvardigor. Mana uni bilaman, bir 5 ta barzangi akasi bor. O'zi mana shu kelsa, Yo'q, akasini qiziqtirmaydi. buni yetishib Buqa bo'lmaydimi akasi? Yo, buni o'zini holiga xarob endi. Uni o'ldirishib yuboradi buni. Ko'morish kerak o'zi aka. Buni tirigicha ko'maraverish kerak haqiqatan. Shunday ko'mish. Ota-onasini, akalarini anada bir pul qildi. Harom bo'ldi. Ziddamozor qayerdansiz? Men ko'rmagan ekanman sizni. Meni ko'rib turishim. Zatuluşanasi biladi. Aka, maynaqa Isming nima deding? Abdurov. Abdurov. Qayerdan juda? Kimlar bilan o'qigan 90-chi? Qaysi sinfda o'qigansiz? Arablarni o'qigan, arab o'yladim. Arab boylar bilanmi? Uying qayerda aka? Mashina katijlar tomon. Qaysi kattaysiz? Qayerda uylangansiz? Sevgi. Yasha, 40 yillik chillar yo'qdan. Abdurov. Uka, uyingda yangi xotining bor ekan-a? Men bu narsa uchun Nima qilasan bu ikkita tuqqanda oldiga kel? Men senga o'zi qo'yib yuborsa internetga nima bo'lishi bilasan? Bu narsa uchun nima uchun kelding hozir? yomon niyatga kelganim yo'qmi? Yoningga yalang'och o'tgan yomon niyat kelmaganing demash. O'ylayaptim bu. Qo'lingni tushir endi aka. 30 ga kirganingda baxtli bo'lding. Ikkita bola jalka. Keling aka. Ushadik hozir mana ikkovini ham. Syomkalari ham bor. Syomkalari ham bor, hamma o'chak Kundan beri kutaman kamani. 2 kundan beri poylayman. Mana bugun ushadim. Salomni donor yuzimsiz. Qanaqasi Qaynaqasi bo'ladi. Uchasi.